rasmiy ta'limsiz uy qurishni o'rgansa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Buni o'ziga yarasha ma'lum bir jihatlari bor. Birinchidan, shogird tushasiz, yillar mobaynida tajriba orttirasiz, qanaqa qurilgan, nimadan qurilyapti, logistika, qurilish hammasini o'rgansangiz bo'ladi. Bu albatta ma'lum vaqt talab qiladi. Lekin degan joyi bor albatta. Rasmiy ta'limsiz, ya'ni qurilish bilasizlar, loyihaga asoslangan, konstruktiv normativlarga asoslangan holda quriladi. Institutda bu narsa o'rgatiladi. Ya'ni sapramat, saprativleniya stроительных materialov, ya'ni qurilish materiallarini qarshilaydigan mavzu bo'lardi. Alloh rahmat qilsin, juda ham kuchli tajribali ustoz edi. Bizlarniki mana o'shalarni o'quv darsliklarini olib o'rganib, shu mana shu hozirgi kungacha yetib keldik. O'shanga asoslangan holda endi o'qimishli, ya'ni shu sohani, quruvchilik sohasini tajriba orqali o'rgangan va institutda albatta loyihalar bilan birga ishlab, loyiha asosida imoratni qurish o'rniga farqi bo'ladi. Sababini aytaman. Mana yaqinda bitta shogirdimizga imoratning loyihasini topshirdik. Unga uyga egasi nima xohlayotganini aytdik va u loyihani ideal holatda olib keldi. Lekin devordan qochirgan masofalarga, ya'ni xonalarni bo'linmasiga oyna bermagan. Nimaga oyna bermading desak, bu oynani ochsangiz baribir 2 metrdan keyin devor bor-ku deyapti. Bunda u ya'ni qurilishi jarayonlarida tajribasi yo'q. U faqat bitta joyda o'tirib loyiha qilgan. Endi men o'zim ham Transportning universitetda qurilish fakultetini bitirganman. Albatta chizmalar bilan juda ko'p ishlanardi. Chizma chizardik, uy vazifalari hammasi chizmada bo'lardi. Asosan qiladigan ishimiz loyiha tayyorlash bilan o'tardi. Ya'ni o'qishimiz. Endi tajriba orqali orttirgan prorab keldi. Unga bir juda ham katta basseyni, podvoli, har xil bir qo'pol qilib aytganda hozirgi zamonaviy high-tech variantda qo'liga loyiha kelib tushdi. U loyihani ko'radi, endi u loyihaga tajribaga asoslangan holda u loyihani o'qish kerak. Ya'ni qayerda nima bo'lyapti, hammasini loyihaga qarab o'qish kerak. Bu narsani ko'pchilik prorablar o'qiy olmaydi. Nimaga? Chunki asosan o'sha soha yo'nalishi bo'yicha bir ta'lim tarbiya olmagan, faqat tajriba asosida olgan. Endi bu yoqqa men o'zimni nazarda tutayotganim yo'q. Ya'ni shu imoratni qurish bo'yicha institutda yoki universitetda bitirib kelgan prorabga shu loyiha qo'liga tushadigan bo'lsa, ana u imoratni qanaqa qurishini ko'zi bilan 5 minutda o'qib chiqadi va nimadan boshlashi, qanaqa boshlashi, qachon boshlashi hammasini o'sha tajribaga asoslanmagan holda bo'lsa ham buni biladi. Endi mana o'sha aytganimdek tajribaga asoslangan holda prorablar bor yoki bo'lmasa mana shu faqat loyihaga asoslangan. Endi ikkalasini jipslashtiradigan holati bo'ladigan bo'lsa, men yana bir marta aytaman, o'zimni maqtashni emas, men ham akam ham loyihani qilayotganimizda birinchidan institutda oliy dargohda olgan bilimimizga suyanamiz va 20 yildan oshiq tajribamizga suyanamiz. Demak, bizda ikkala yo'nalishda ham tajribamiz bor va shu tajribalarga suyangan holatda imoratni loyihalashtirish, konstruktiv jihatdan har bitta detallarini o'tib chiqish va imoratni noldan korobka holatini bugungi kunda hozir noldan podkuruch holatiga ham xizmatlarimiz bor. Ana o'shalarni hammasini shu yillar mobaynida orttirgan va institutda olgan bilimimiz natijasida qo'llab amalga oshirib kelyapmiz. Va albatta imorat qurayotganda mana shu jihatlariga ham e'tibor berishlarini xohlagan bo'lardim. Salomat bo'linglar.